bunchalik muhim bir sohaninki faqat bir qancha shirkatninki bo'lgan dunyoda asosliq. Bularning qo'lda qilishlik sababni siz hamda ko'plab ishlab chiqarish uchun odam kuchi kerak deb azroq tilga oldingiz. Ammo shunda faqatla mushi sabab bo'lishi mumkin. Uning kendidan ikkinchi bir savolim, ya'ni eng murakkab o'zaklarni program tayyorlash jarayonida nurg'un maqola bir narsalarni ko'rgan bo'ldim. Mesela şu Tayvan'da siz yukarı tilga edip ötken şu TSMC şirketi. Dünyadaki 90% en muhim özeklerini hamısını şey işlep çıkardık. Bu elbette Amerika'nın bir yarım kılıvatkan nokta mail ilgili Trump devrede olsun, Biden devrede olsun. Hazır mahsus mesela ayrım bir işlep çıkarış ornuna kurduğu değme şu Trump Biden'dan bir ziyaret kan bir videosunu görüntü şu. Demek ki muşunda bir mesela Tayvan'dan bulup en köp tilgalanıvatkan, Xitay bir xaris qilib turayotgan bir aliman deb turayotgan bir davlat hamda Tayvan. Muşunda bir muhim dunyoninki hammasi titrab turayotgan, bu yerda bir chatoq chiqsa dunyodagi butun shu sohaga ig'ir darajada ta'sir etadigan bir murakkab shirkatning mesela bu yerda bo'lib qolishi. Nima tushunamiz sizcha? Uning kendi bu Tayvan şu şirket bugungi holda qandoq keldi bu şirket boshqalar ega bo'lmagan nimaga ega masalan? Endi bu TSMC'ninki musholatga kelishi bu bir uzun bir jarayon. Endi biz aytdik 80-yillarda boshlangan bo'lsa, endi hozirgi aytcha balki 30 yil 40 yillarga yaqin vaqtlar ketdi. Bu jarayonda masalan bu shirkat birsiga en mühim bo'lgan ahli mulk huquqini bular tutib turibdi. Bu bir. Çünkü bunun her qanday bir texnikaningki ishlab chiqarish nimasi bo'lganda, uningki patent idorasi uni patentlaydi, uning keyindan ahli mulk huquqi yoki ishlab chiqarish usuli bo'lsin yoki loyihasi bo'lsin, ma'lum bir narsa bu shirkatningki qo'lida bo'ladi. Demak, bu Tayvan yerim o'tkazgich ishlab chiqarish shirkatininki qo'lda tutib turayotgan ahli mulk huquqi bor. Ikkinchisi, bular ayni vaqtida nayt ko'p mablag' silib bu ishlab chiqarish liniyasini qurib chiqqan. Bu az pul ketmaydi. Mesela onun belki milyardlab, mesela 100 milyardlab pul ketish ehtimolliqi bo'lgan bir ishlab chiqarish liniyasi. Bu bir. Andan keyin yana birisi, bular butunlay ishlab chiqargan mahsulotlarga tayyorlab chiqqan xodimlarninki uzun yillik tajribasi. Onun keyindan TSMC'ninki hozirgacha shunday bir muhim rolni tutib turishi, bular maxsus bir sohani tutmagan. Masalan, ular Nvidia'ga ishlab chiqarishi mumkin yoki bo'lmasa IBM'ninki kompyuterlar ishlab chiqar yoki HP deymiz, Hewlett Packard. Masalan, kompyuterlarninki nimasini ishlab chiqarishi mumkin. Yoki bo'lmasa iPhone'ninki muhim asboblarni alma shirkatininki o'zaklarining ko'pinchasini shu TSMC ishlab chiqarishi mumkin. Abay dedingiz, 90% ishlab chiqarilayotgan o'zakni TSMC ishlab chiqardi degan gap. Demak, nurg'un shirkat uchun bular maxsus material ishlab chiqardi. Hamda bu ashuna bilan o'xshash bir shaklda bir shirkatning qurilib, şu mahsulotlarning hammasini ishlab chiqarish uchun birsiga shu ishlab chiqarish liniyasi ketadigan mablag' nayt yuqori bo'ladi. Masalan, ma'lum bir davlatninki yillik nimasining daromadininki ko'rinarli qismini mablag' solganda balki shunday bir shirkat qurilib chiqishi mumkin. Ikkinchisi, necha minglagan, hatto necha 10 minglagan bu sohada muncha yillik tajribasi bo'lgan bir emgak kuchini shu xodimlarni yetishtirib chiqish uchunmi unchalik az vaqt ketmaydi. Onun keyindan yana birisi ahli mulk huquqi dedik, anamki ishlab chiqarishningki mukammallik dedik. Masalan, shu qadar sifatli bir mahsulot ishlab chiqarmasa, demak, ular hozirgacha mush o'ringa kelinmaydi degan gap. Abay deb o'tgandek, Amerika shu Xitoydan keladigan tahdid tufaylidan Arizonada ashuna o'xshash bir narsani ishlab chiqarish uchun bir zavod qurishning nimasini abay siz dedingiz. O to'g'ri, endi masalan tasodifiy Tayvanga hujum boshlanib ketib qolsa, biz demak ta'minlash zanjirining uzilib ketishini xohlamaymiz. Biz davlatning iqtisodiy, davlatning taraqqiyotiga munosabatli materiallar kam qoladi. Shuning uchun biz qilaymiz deb aytdik. Masalan, biz korona vaqtida ko'rdik. Ta'minlash zanjirining qanchalik munosabatli ekanligini, biz qanchalik beqinib qolganligimizni biz ko'rdik. Masalan, elektrik mashinalar
ma'lum bir iqtidori masalan o'zaydaydigan mashinaningki nemisi zapchastlar kelmaganligi shuni iqtidorlar bo'lmaydi yoki bo'lmasa chiroq yoki tormoz bir narsalar balki burunqidagi bo'lmasligi mumkin degandek bir gaplar o'tirg'a chiqqan. Demak, mashina sanoati bunga bog'liq bo'lib qoldi degan gap. Yana undan boshqa nurg'un sohalar bor. Demak, buni oldin olish uchun boshqa bir davlatga qurib chiqish kerak. Ammo TSMC'ninki hozirgi holatiga kelish uchun necha 10 yillar vaqt ketishi mumkin. Birsiga texnik xodimlarni yetishtirish kerak, ishlab chiqarish liniyaninki sufti, aşağıdakilar bo'lish kerak. Buni kim qurib berdi desa, yana ham Tayvandan kelib, balki Amerika qurib bersa, ularninki hozirgi to'plagan tajribasi balki boshqa yerda bo'lishi notayin. Bu uzun yillik nima qilgan narsa. Undan keyin Tayvanmi o'z shunun bilan bir vaqtda bu dunyodagi mushundaq bir muhim o'ringa aylanganligi uchun albatta davlatninki muhim soladigan mablag'ini mushundaq shirkatlarning taraqqiyoti uchun soladi. Xo'sh. Doktor, endi mushada abayimiz tilga olib o'tdingiz, masalan, shu odatda bir telefonning ichida masalan qanchilgan kichik barmoqdan balki shu eng kichik sinchilik barmoqimizningki hajmidan kichik özekli vardı hem de. Meyli maşinde olsun hem menasida. En muhim özek, yani ahirki özekni kim lahilep çıkardı, nemiş ki başka devletler onu icat kılamaydı diyen bir sualım vardı. Hem de bu özekni yalnız bir devlet ya ki bir şirket işlep çıkardı desek belki mübalağa olup gidiyordu. Bir resim var şeyde, o işlep çıkarış jarayonunki. İşlep çıkarış jarayonunki qaysi şirketlarninki bu yerda muhim rol o'ynaganligi. Bu yerda Amerikaning şirketlari var, masalan, loyihalash, asosli uni taraqqiy qildirish sohasida ish qilayotgan. Uning keyin uningki ideyasi o'tirib qo'yilgandan keyin uni loyihalagandan keyin uni material kerak bo'ladi. Masalan, bu yerda zabay kremniy material dedik. Kremniy materialninki saptıqı mesela %100 derecede buluş gerek. Ondaq bo'lmaganda mesela ma'lum bir başka qo'shimcha materiallar aralashib qolganda iqtidori yoki sufti o kadar bo'lmasligi mumkin. Anan keyin bu materialni shu nipiz mesela bir nanometr yoki doirasidagi qalinlikda kesish uchun tayyorlaydigan nimalar bo'ladi. Abay nanometr degan vaqtida 1 metr 1 trilyon nanometr bo'ladi. Shunchalik nipizlikda mesela materiallarni kesib qilamiz. Andan abay litografiya deydigan bir texnika var. ASML şirketi Yevropada, Gollandiyada. Bu loyihalagan chertyojni shuning ustiga besib chiqish kerak. Bu besib chiqarish texnikasi aytib qiziqarli bir texnika. Masalan, biz virusni yoki bo'lmasa bir bakteriyani ko'rmoqchi bo'lsak, optik mikroskopning ostiga qo'yib turib, uni milyard as cho'ngaytgandan keyin bu yerda mundaq bir nima borki, masalan, mikroskop orqali ko'ramiz uni. Bir milyard as cho'ngaytib turib, undan keyin narsani ko'ramiz. Bu besish texnikasi naq shundan tayyorlaydi. Biz bir loyihani, chertyojni, shu odatda bir o'zakning o'zi odatda bir qancha nanometr cho'nglikda bo'ladi. Bu hamda bu eng ajallik o'zak ustida bo'lyapti. Bu eng ajallik nima deymiz? Eng muhim bo'lgan o'zak bu bir qancha nanometr doirasida bo'lganligi uchun buni shuning ustiga besish uchun shu abaydiq kremniy materialning ustiga taxtini elektronlik loyihani besib şunun tok yo'lini necha nanometr doirasini qilish uchun uni milyard as kichiklik turib besish kerak. Demak, optik mikroskopning ta'sirisidagi bir ish yuz berdi oyada. Litografiya degan narsa. Buni masalan ASML qiladi. Uning keyindan bu narsalar besib chiqarib tayyor bo'lgandan keyin Tayvanga berib, masalan TSMCga o'xshash shirkatlar to'g'ri ASML shu mashinani chiqardi, necha million dollarlik qiymatidagi mashina. Ayni vaqtda masalan yaqinda bir xabarlarda ASML'ninki bu shu mashinani Xitoyga setib berishni cheklaganlik to'g'riliq bir narsa o'tirib chiqdi. Demak, bu shu materialning ustiga loyihani besib chiqqandan keyin uni tok yo'llarini bir-biriga moslashtirib, uni taxtayning ustiga qo'yish degandek ishlarni TSMCga o'xshash shirkat qiladi.
Anan keyin uni ananikin Amerikaga yoki bo'lmasa shu mahsulot ishlab chiqargan yerga berib, masalan, Apple şirketi bo'lgan bo'lsa, Alma şirketi bo'lgan bo'lsa, Alma telefonni yasagan vaqtda unaniki qorashtirishni oxirgi ishni shu yerda qiladi. Demak, bu halaqi bir mahsulotni ishlab chiqarishda birla shirkat muhim o'rinda turadi degan bo'lmaydi. Ammo ASML degan shirkat buning ichidagi eng muhim shirkatning birisi, u halaqi necha nanometr doirasida material o'zak ishlab chiqaradiganni hammasi qilolmaydi. Masalan, Xitoyninki qilolmayotgan narsa shu. Xitoyninki ishlab chiqargani 10 necha nanometr doirasidagi, masalan, kunlik turmush ishlatiladigan elektr asboblar yoki mashina bu narsalarning o'zligini ishlab chiqara olgan bilan eng nozik bo'lgan, eng muhim bo'lgan o'zaklarni Xitoy ishlab chiqara olmaydi. Buni yanala masalan Huawei şirketida masalan 2017 yılda hatırlaşmışsam Amerika'nın embargo yüzügendeki telefonlarını işlep çıkaramay bir haftalarını setiş nemesi düşüp ketken ya ki mesela Zhongxin şirketi ZTE deydiğin şirketke setip vermegen için kullanmagan nime diye vakti da bizde bu neçe nanometr çoğunluktaki mürekkep özelliklerine gibi oldu. Çünkü telefonun çoğunluğu alqançılık kilidi. Onunla mesela 10 neçe nanometrlik tüven iktidardaki elektron teknikler kısa telefonunki tatlı resiminin sözlük derecesi onunki iqtidorlik nimasi hozirgidek bo'lmaydi. Shunga ayadiki eng muhim texnika bu o'zining Xitoyning raqobatchilarining qo'lida bo'lganligi uchun Xitoy degan texnikani davlatlardan ololmaganligi uchun ta'lim jihatda nimasi texnikalik taraqqiyoti degan yo'nalishga bormoqda. Demak, bu yerda endi kim ishlab chiqardi degan savolni mencha badim deb qarayman. O'sha rasmni qaraydigan bo'lsam birisiga shu ASML şirketining texnikasi, onun keyin Tayvan şirketininki buni qorashtirishi, onun keyin Amerikadagi şirketlarning uni loyihasi, onun keyin shuningki nazariyasi o'tirib qo'yish. Masalan, her Moore'ning qonuni deydigan bir qonunga bir o'zakning ustiga sig'adigan transistorning soni her 2 yılda bir katlanıdı deydigan. Endi Moore'ning qonuni bo'yicha chiqqan vaqtida o'zaklar texim iqtidorli, texim kichiklishi kerak. Moore'ning qonuni balki burunqidek bo'lishi notayin.